Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun 11-sinf darsligidan 3 ta mavzuni ko'rib chiqamiz. Biosferaning tarkibi, biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyasi va biomassa. Hop, biosferaning tarkibiga birinchi to'xtalaylik. Vernadskiy biosferani 7 ta komponentga ajratib chiqqan edi. Bular tirik modda, qattiq modda, biogen modda, biogen hosil bo'luvchi modda, radioaktiv modda, tarqoq atomlar va kosmik moddalar. Shu 7 komponent o'zaro qo'shilib turib, biosfera deb nomlangan tuzilmani hosil qiladi. Davom etamiz. Birinchi tirik moddaga to'xtalaylik. Vernadskiyning fikriga ko'ra, tirik modda bu biosferadagi barcha tirik organizmlar hisoblanadi. Va mana shu tirik organizmlarni o'rnini bosa oladigan, ulardan ko'ra qudratliroq birorta kuch yo'q yer sayyorasida. Va yer sayyorasini hozirgi holatga olib kelgan asosiy kuch ham aynan shu tirik organizmlarning o'zi hisoblanadi. Vernadskiyning fikriga ko'ra. Yodimizda saqlab qolaylik, tirik modda shu qadar muhim, shu qadar kuchli narsa hisoblanadi. Hop, endi qattiq moddaga o'tamiz. Qattiq modda yerda hayot paydo bo'lishidan ham avval mavjud bo'lgan tirik organizmlar faoliyatiga bog'liq bo'lmagan holda tirik organizmlar ishtirokisiz hosil bo'lgan moddalar hisoblanadi. Qattiq moddalarni mineral va tog' jinslariga ajratishimiz mumkin. Minerallarga misol qilib olmos, zumrad, kvarsni olamiz. Tog' jinslariga esa granit, marmarlarni misol qilib olishimiz mumkin. Qattiq moddalar tabiatda tabiiy ravishda yuz beradigan tog' jinslarining yemirilishi, vulqonlar otilishi jarayonlarida hosil bo'lishi mumkin. Va eng muhim tomoni, qattiq modda hosil bo'lishda tirik organizm ishtirok etmaydi. Yodimizda saqlab qolaylik. Rasmda mana tirik modda, qattiq moddani 4 xil turini rasmini berib o'tyapmiz. Marmar, granit, bazalt va grafit. Davom etamiz. Endi biogen moddalar. Biogen moddalar qattiq moddaning teskarisi, ya'ni aksi. Biogen moddalar tirik organizm faoliyati mahsuloti hisoblanadi. Ularning organik qoldig'i hisoblanadi. Misol qilib, neft, toshko'mir, ohaktosh va atmosfera gazlarini olishimiz mumkin. Haqiqatda shu moddalar tirik organizmlarning qoldiqlari hisoblanadi. Atmosfera gazlarini ham alohida ta'kidlab o'tib ketaylik. Atmosfera gazlari ham tirik organizmlarning faoliyati natijasi hisoblanadi. Xo'p, ana rasmda bor, ko'mir, torf, ohaktosh biogen moddalarini ko'rib turibmiz. Davom etamiz. Biogen va biogen hosil bo'luvchi moddalar. Biogen va biogen hosil bo'luvchi moddalar tuproqni va suv havzalarini tubidan olishimiz mumkin. Haqiqatda tuproq va suv havzalarining tubi jonli tabiat va jonsiz tabiat ta'sirida hosil bo'ladi. Shuning uchun ham ularni biogen, abiogen hosil bo'luvchi modda deyapmiz. Isimizda bo'lsa tuproq hosil bo'lishi 5 ta omil yordamida amalga oshadi. Tog' jinslari, topografik omil, iqlim omillari, tirik organizmlar va vaqt yordamida amalga oshadi. Qarang, hozir mana shu ichida jonli tabiat omillari, ya'ni tirik organizm ham bor va qolganlari esa abiogen omillarga kirib ketadi. Va tuproq shunaqa ekan, suv havzalarining tubini ham xuddi shunaqa biogen hosil bo'luvchi moddaga olamiz. E'tibor bering, suv havzasining o'zi emas, suv havzasining tubi. Va rasmga e'tibor bering, tuproqning 3 xil turini berib o'tyapmiz. Qum tuproq, gel tuproq va sur tuproq. 11-sinf darsligining rasmlaridan foydalanildi bu slayd tayyorlash uchun. Hop, davom etamiz. Endi radioaktiv moddalarga navbat. Radioaktiv moddalar ular radioaktiv elementlarning o'zi yoki ularning parchalanishidan hosil bo'lgan moddalar hisoblanadi. Misol uchun uran radioaktiv element hisoblanadi. Uran o'zidan alfa, beta zarrachalarni chiqarib turadi. Xuddi shu zarrachalarni ham radioaktiv moddaga olsak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Tarqoq atomlar. Tarqoq atomlar tabiatda molekulyar holatda emas, atomar holatda, ya'ni o'zi erkin bitta atom holatida uchraydigan moddalar tarqoq atomlar hisoblanadi. Ularga misol qilib, davriy sistemani oxirgi ustunida joylashgan energ gazlarni, ya'ni nodir gazlarni, geliy, neon,
ksenon kabi gazlarni misol qilib olishimiz mumkin. Kosmik moddalarga misol qilib esa kosmosdan, ya'ni biosferadan tashqaridan, to'g'riroq koinotdan kelgan moddalarni aytamiz. Misol uchun ularga meteorit, kosmik zarrachalarni misol qilib olishimiz mumkin. Demak, shu tirik moddani hosil qiladigan 7 ta modda va ularning ta'riflari bo'ldi. Endi tirik moddaning o'zi haqida gaplashamiz. Tirik moddaning xususiyatlariga birinchi to'xtalamiz. Xo'p, tirik modda bu biosferadagi barcha tirik organizmlar yig'indisi. Tirik modda tushunchasi Vernadsky tomonidan chuqur o'rganilgan, tadqiq qilingan, ma'lumotlari kengaytirilgan. Biosferani mana rasmda ko'rib turibsiz. Shu rus olimi Vernadsky hisoblanadi, rasmdagi olim, va pastki qismida esa biosferani ko'rib turibsiz. Xo'p, davom etamiz. Endi tirik moddaning xususiyatlariga batafsil to'xtalishni boshladik. Tirik moddaning muhim xususiyatlaridan biri bu bo'shliqlarni egallash xususiyati hisoblanadi. Harakatlanish orqali bo'shliqlarni egallash. Alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bu bo'shliqlarni egallash albatta harakatlanish orqali yuz beradi. Harakat esa ikki xil bo'lishi mumkin Vernadskyning fikriga ko'ra. Tirik moddaning harakati yo faol, yo passiv bo'ladi. Faol harakat passiv harakatdan farqli ravishda organizmning o'zini energiya sarflashi hisobidan amalga oshadi. Passiv harakat esa organizm o'zi energiya sarflamagan holatda harakat qilishi hisoblanadi. Yerda tabiiy ravishda mavjud bo'lgan tortishish kuchi, gravitatsiya kabi kuchlar ta'sirida jarayon amalga oshsa, shu passiv harakat bo'ladi. Endi buning aksi bo'ladigan bo'lsa, aktiv harakat hisoblanadi. Misol uchun, olma mevasi pishadigan bo'lsa, yerga tushadi. Yerga tushish jarayonida u harakat qiladi, to'g'rimi? Lekin o'zi energiya sarflamaydi. Bu olma yerda tortish kuchi hisobidan tushadi. Yoki shamol yordamida tarqaladigan o'simliklarni oladigan bo'lsak ham, ya'ni anemoxo'rlar, meva va urug'lar tarqatilishini. Unda ham organizm o'zi mevasi, urug'dagi popukchasi yoki qanotchasini qoqib uchib ketmaydi. U yordamida shamol uni uchiradi. Qanotchasi borligi uchun yoki popukchasi borligi uchun shamol bilan uzoqroq uchadi va energiya sarflamaydi. Shuning uchun bu ham passiv harakatga kiradi. Xo'p, endi shu hozir aytgan gravitatsiya kuchlari yoki yerning tortish kuchlariga qarshi harakat aynan aktiv harakatning bir ta'rifi hisoblanadi. Rasmga e'tibor bering. Qush uchar ekan, yer tortish kuchiga teskari yo'nalishda harakat qiladi. Baliqqa e'tibor bering. Baliq suv oqimiga qarshi harakat qilib boryapti. Ham aktiv harakat hisoblanadi. Davom etamiz. Tirik organizmlarning hayotiy jarayonlari, kimyoviy reaksiyalari tartibli ravishda amalga oshishida fermentlarning o'rni juda katta. Fermentlarda aynan enzimlar, fermentning ikkinchi nomi enzim hisoblanadi. Rasmga e'tibor bering. Enzim ma'lum bir moddani parchalab ikkiga ajratib yuboryapti. Xuddi shu enzim ta'sir qilayotgan yuza qismni biz substrat deb ataymiz. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'p, mana shu fermentlarning sharofati bilan tirik organizmlardagi biokimyoviy reaksiyalar juda tartibli, tez suratda amalga oshadi. Jonli tabiatdagi jarayonlarga nisbatan tirik organizmlardagi jarayonlar juda ham tez hisoblanadi va buning sababi hozir aytganimizdek ferment hisoblanadi. Tirik moddaning keyingi muhim xususiyati bu uning evolyutsion yuksalish xossasi. Rasmga e'tibor bering. Mana evolyutsion jarayon berib o'tyapti. Bir organizmdan boshqasidan boshqasi kelib chiqyapti. Organizm muhit sharoitiga moslashish uchun o'zida murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Yoki soddalash ham yuz berishi mumkin. Xullas, muhit sharoitiga moslash uchun organizm o'zgaradi, yuksaladi. Xuddi shu narsa evolyutsiya hisoblanadi. Davom etamiz. Endi tirik moddaning keyingi muhim xususiyati bu tashqi muhit sharoitiga moslashishi, ya'ni adaptatsiya qilish xususiyati hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tgan evolyutsion yuksalish ham aynan shu adaptatsiya hisobidan yuz beradi. Hop, davom etamiz. Endi tirik moddaning keyingi xususiyati, tirik modda o'zida kimyoviy bog'larda ko'p miqdorda energiya saqlay oladi va energiyani bir turdan ikkinchi turga o'tkazib oladi. Mana xuddi o'sha jarayonni rasmda ko'rib turibsiz. O'simlik fotosintez qilyapti. Quyoshning yorug'lik nurlari energiyasini o'zining bargida kimyoviy bog'lar energiyasiga aylantiryapti. Xuddi shu jarayon transformatsiya deb atasa ham bo'laveradi. Chunki jarayonda quyosh energiyasini, ya'ni yorug'lik energiyasi boshqa turdagi energiya turiga
moddalar tarkibida kimyoviy bog'lar energiyasiga aylanyapti. Xuddi shu hodisani transformatsiya deb atasak bo'ladi. Xo'p, demak, keyingi xususiyat bu tirik moddaning morfologik kimyoviy xilma-xilligi bilan ta'riflanishi hisoblanadi. Haqiqatda tirik organizmlar juda xilma-xil morfologik jihatdan, kimyoviy jihatdan bir-biridan ma'lum bir darajada farqlanadi. O'xshashli tomonlari ham bor albatta. Va bu xususiyatlar sanab o'tilgan hamma xususiyat albatta esimizda saqlab qolaylik. Jonsiz tabiatda yo'q va tirik organizmda mavjud xolos. Xo'p, tirik moddaning keyingi xususiyati iyerarxik tuzilishga ega bo'lishi hisoblanadi. Iyerarxik tuzilish degani bu zinapoyaga o'xshash tuzilish yoki bo'lmasa biri ikkinchisini hosil bo'lish uchun asos bo'lib xizmat qilish degan ma'no bildiradi. Va shunaqa holatda e'tibor bering, iyerarxik tuzilishga ko'ra bitta bizon individ darajasi, organizm darajasida turadi. Keyin esa xuddi shunaqa bizonlar bir nechtasi qo'shilib turib, bizonlar populyatsiyasini hosil qilyapti. Bizonlar populyatsiyasi bir alohida vegetsionozni hosil qilyapti. Keyin esa katta ekosistema yoki biom hosil bo'lyapti va shunaqa biomlar qo'shilib turib, oxirida biosferani hosil qilyapti. Xuddi shunaqa biri ikkinchisidan hosil bo'lish uchun asos bo'lib xizmat qilish iyerarxik tuzilish deyiladi va bu xususiyat ham tirik organizmga xos, jonsiz tabiatga xos emas. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'p, davom etamiz. Endi tirik moddaning 7 xil funksiyasiga alohida to'xtalib o'taylik. 7 xil xususiyatni o'rganib chiqib bo'ldik. Endi navbat 7 xil funksiyaga. Bular energetik, konsentratsiyalash, destruktiv, muhit yaratish, gazlar almashinuvi, oksidlanish qaytarish va transport xossalari funksiyalari hisoblanadi. Xo'p, demak boshladik. Birinchi energetik funksiyasiga to'xtalaylik. Energetik funksiyasiga ko'ra quyosh energiyasi fotosintez jarayonida o'zlashtiriladi. Keyin uni fotosintez jarayonida organik modda hosil bo'ladi. Bu organik modda ozuqa zanjirida o'txo'r hayvonga o'tishi mumkin. O'txo'r hayvon o'simlikni yeganda tanasiga o'tadi. Keyin o'txo'r hayvonni yirtqich hayvon yeganda o'sha o'txo'r hayvondan yirtqich hayvonga energiya o'tishi mumkin. Ya'ni organizmlarning biri ikkinchisiga energiyasini berishi o'sha organizmga ozuqa bo'lish orqali yuz beradi. Shuni esimizda saqlab qolaylik. Va bu ozuqa zanjiri shu tariqa amalga oshaveradi. Quyoshning energiyasi hisobidan moddalar harakati sodir bo'laveradi. Va ba'zan organizmlar nobud bo'lganda tuproq orasida havosiz qatlamda chirituvchi bakteriyalar ta'sirisiz qolib ketganida torf, neft, toshko'mir degan organik qoldiqlar yoqilg'ilarni hosil qiladi. Torf, neft, toshko'mir o'zida energiya saqlaydi. Bu energiyani biz ularni yoqqanimizda ajralib chiqadi va mana shu yoqqanimizda chiqadigan yorug'lik va issiqlik energiyasi ham o'zi aslida quyoshning energiyasi hisoblanadi. Uni mana ketma-ketligiga e'tibor bering. Quyoshning nuri o'simlik tomonidan fotosintezda o'zlashtirilgan, organik modda to'plangan, o'simlik tanasida to'plangan bu organik modda keyinchalik torf, neft, toshko'mirni hosil qilgan. Xuddi shu jarayonlar energetik funksiya hisoblanadi va bu energetik funksiya hayotning davomiyligini ta'minlashda juda katta ahamiyatga ega. Va eng muhim narsa mana shu bizni hozir men gapiryapman, so'zlayapman, shu gapirishim energiyani hisobidan amalga oshadi. Va mana shu energiyaning manbai ham yodimizda saqlab qolaylik, aynan quyoshning energiyasi hisoblanadi. Men quyoshning energiyasi hisobidan hozir gapiryapman. Siz quyoshning energiyasi hisobidan hozir dars qilyapsiz, shu videoni ko'ryapsiz, energiya sarflayapsiz. Alloh taoloning mo'jizasiga tan bermay boshqa iloji yo'q. Haqiqiy g'aroyibot, haqiqiy e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taoloning kuchini, qudratini sezishimiz mumkin, his qilishimiz mumkin. Davom etamiz. Keyingi funksiya konsentratsiyalash funksiyasi. Konsentratsiyalash funksiyasini qisqacha qilib, sodda qilib, tushunarli qilib biror bir modda turini to'plash desak bo'laveradi. Mana ta'rifiga e'tibor bering. Organizmlar biogen elementlarni yig'adi, to'playdi deyapti. Shu narsa konsentratsiyalash funksiyasi hisoblanadi. Tirik organizmlar uglerod, vodorod, kislorod, azotni juda ko'p to'playdi, chunki bu moddalar organik modda, oqsil, nuklein kislota, lipid, uglevodlarning hosil bo'lishini asosiy qurilish materiallari hisoblanadi. Va hayvonlar skeletida, ya'ni mana suvni ko'rib turibsiz, keyin ohak toshlarda kalsiy to'planishi mumkin. Ohak tosh deb turib, koral poliplarning tanasidagi ohak toshni nazarda tutib aytyapman. Va diatom suvo'tlar kremniy to'plashi mumkin. Mana rasmga e'tibor bering. Diatom suvo'tni ko'rib turibsiz. U o'zida kremniy to'playdi. Nimaga kremniy to'playdi desak, chunki u sho'r suvda yashaydi. Hujayrasining sitoplazmasiga nisbatan uni tashqarisidagi muhit nisbatan tuz konsentratsiyasi balandroq. Shuning uchun hujayrasining ichidagi moddalar hujayradan tashqariga chiqib ketib qolishi mumkin. Xuddi shuni oldini olish uchun ham
Mana shu deyotimiz suvoqlar kremniydan iborat tashqi skeletni hosil qilgan. Davom etamiz. Qo'ng'ir suvoqlar esa tarkibida yod saqlaydi. Mana rasmda ko'rib turibsiz. Xo'sh, umurtqali hayvonlarning juda ko'pchiligi suyagida fosfor saqlashi mumkin. Shu qarang, e'tibor bering, hammasida nimadir to'planyapti va shunaqa nimadir to'plash, konsentratsiyalash funksiyasi hisoblanadi. Davom etamiz. Endi keyingi funksiyamiz destruktiv funksiya. Destruktiv funksiya bu parchalash funksiyasi hisoblanadi. Esimizda bo'lsa, ozuqa zanjirining oxirgi pog'onasida turadigan redussentlar xuddi shunaqa funksiya bajarar edi. Redussentlar ikkinchi funksiyasini ham destruktiv funksiya derdik, ya'ni destruktorlar deb atardik ularni. Hop, destruktiv funksiya ikki xil bo'lishi mumkin. Organik qoldiqlarni chiritish, mana e'tibor bering, bargni zamburug', ya'ni qo'ziqorin zamburug'i chiritishi mumkin, minerallashtirib berishi mumkin. Qo'ng'iz organik moddalar parchalab beradi, keyin u organik moddalarni bakteriyalar, chirituvchi bakteriyalar tuproqqa mineral holatda keltirib berishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu jarayonda hasharotlar ham alohida ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tib ketishimiz kerak. Demak, organik qoldiqlarning parchalanishi, detritlar parchalanib, mineral moddalar hosil qilinishi destruktiv funksiyaning bitta turi. Destruktiv funksiyaning ikkinchi turini mana rasmda ko'rib turibsiz. Bu tog' jinslarini yemirib, tuproq hosil qilish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayonni aynan bakteriya, zamburug' va lishayniklar amalga oshiradi. Destruktiv funksiya demak shundan iborat. Rasmga e'tibor bering. Toshni ustida turgan yopishqoq lishaynik podsidiya toshni ustini sekin-astalik bilan parchalab tuproq massalarini hosil qilib, pastki qismiga tushirib boradi. Shu tariqa mana shu tosh oxiri tuproqqa aylanib ketadi. Davom etamiz. Endi muhit yaratish funksiyasi. Muhit yaratish funksiyasi bu organizmning o'zi uchun yashash muhitini yaratishdan iborat. Xuddi shunaqa yashash muhit turlariga misol qilib, birlamchi atmosferaning gaz tarkibini olishimiz mumkin. Mana biz atmosferada yashaymiz, ya'ni quruqlik havo muhitida yashaymiz. Hayotimiz juda ko'p qismi atmosferada ning pastki qismi qatlamida o'tadi. Va mana shu atmosferaning gaz tarkibi juda katta ahamiyatga ega biz yashay olishimiz uchun. Hop, birlamchi okean suv tarkibi ham xuddi shunaqa, ya'ni tirik organizmlar, suvda yashaydigan tirik organizmlar hayotida suvning tarkibi juda katta ahamiyatga ega. Litosferadagi cho'kinli jinslar qatlami bu o'sha tuproqning quyi qismidagi cho'kinli jinslar qatlami nazarda tutilyapti. Keyingisi esa quruqlikdagi unumdor tuproq qatlami. Mana rasmda ko'rib turibsiz, unumdor qatlamda o'simlik o'sa oladi. Bunda agar detritlar, ya'ni chirindilar ko'p bo'ladigan bo'lsa, hop, detritofaglar kelishi mumkin. Yomg'irchalchangini rasmda ko'rib turibsiz. U aynan detritofag hisoblanadi. Davom etamiz. Endi gazlar almashinuv funksiyasi. Gazlar almashinuv funksiyasi kislorod yutib karbonat angidrid chiqarish, ya'ni nafas olish. Keyin esa karbonat angidrid yutib kislorod chiqarishdan iborat. Gazlar almashinuv funksiyasining eng muhim esimizda qoladigan tomoni shu. Va yana bitta muhim qo'shimcha e'tibor berishimiz kerak. Metan bakteriyalar bor. Bu metan bakteriyalar tuproqda yashaydi va tuproqdagi chirindilarni parchalab turib, metan gazini atmosferaga chiqaradi. Xuddi shu metan gazini atmosferaga chiqarish xususiyati ham gazlar almashinuv funksiyasiga kirib ketadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Davom etamiz. Endi keyingi funksiya oksidlanish qaytarish funksiyasi. Oksidlanish qaytarilish funksiyasi bu o'sha tirik organizmlar yordamida oksidlanish va qaytarish reaksiyalarining amalga oshishi hisoblanadi. Fotosintez jarayoni bu qaytarish reaksiyasi hisoblanadi. Haqiqatda e'tibor beradigan bo'lsak, jarayonda karbonat angidrid gazi uglevodgacha qaytariladi. Hop, oksidlanish jarayoni esa bu nafas olishni misol qilib olishimiz mumkin. E'tibor bering, glyukoza karbonat angidridgacha oksidlanadi. Bu yerda oksidlovchi sifatida nima qatnashyapti? Kislorod qatnashyapti. Va hemosintez jarayoni. Temir bakteriyasi, e'tibor bering, 2 valentli holatdan 3 valentli holatga o'tyapti. Xuddi shu jarayonda mana kislorod oksidlovchi sifatida qatnashib, temir karbonatni oksidlab, temir gidroksid hosil qilib beryapti. Demak, oksidlanish qaytarilish funksiyasi xuddi shundan iborat, yodimizda saqlab qolaylik. Davom etamiz. Endi keyingi funksiyamiz transport funksiyasi. Transport funksiyasini boya gapirgandek, ya'ni organizmlarning harakatlanish xususiyati bilan transport funksiyasi juda bir-biriga o'xshash, bog'liq. Hop. Tirik organizmlarning harakati aktiv yoki passiv bo'lishi mumkin. Har ikki harakat usuli orqali tirik organizmlar o'zining tarkibidagi moddani yer sayyorasida bir joydan ikkinchi joyga ko'chishiga yordam beradi. Xuddi mana shunday bir joydan ikkinchi joyga moddaning yoki atomning ko'chishini
ya'ni atomlarning migratsiyasini. Agar shu jarayonda tirik organizm ishtirok etsa, biogen degan qo'shimcha ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Atomlarning biogen migratsiyasi haqidagi fikrlarni aynan Vernatsiya aytgan. Demak, tirik organizmlar harakatlanishi orqali atomlarning biogen migratsiyasini amalga oshiradi. Va muhim tomoni e'tibor bering. Atomlarning biogen migratsiyasida barcha tirik organizmlar, ya'ni tirik modda juda katta ahamiyatga ega. Endi bitta chalg'ituvchi savol berib ko'raylik. Sizlarga o'quvchilar gepardni ko'rib turibsiz, pastda esa toshbaqani ko'ryapsiz. Bu ikkalasidan qaysi biri aktiv harakat qiladi? Tirik moddaning harakatini qaysi turga kiradi? Gepardning harakati yoki toshbaqaning harakati? Albatta, aytishimiz mumkin, gepard aktiv, toshbaqa passiv deb. Yo'q, aslida unday emas. Bu juda ham oddiy narsa. Ikkalasi ham o'zi energiya ishlatyapti. Shuning uchun ham ikkalasini ham harakatini aktiv harakatga olishimiz kerak. Faqat o'simliklar passiv harakat qilishi mumkin. Keyin erkin harakat olmaydigan organizmlar ham bo'ladi. Ular ham passiv harakat qilishi mumkin. Misol uchun, o'rgimchak bilan ayrim hasharotlar yodimizda bo'lsa, shamol yordamida tarqala olar edi. Ularning shu shamol yordamida tarqalishini ham passiv harakatga albatta olsak bo'ladi. Xo'p, qisqacha xulosa sifatida bitta sahifaga shu tirik moddaning 7 xil funksiyasini qisqa konspektini berib o'tib ketyapmiz. Skrinshot qilib olib, bemalol yodlab chiqishingiz mumkin. Davom etamiz. Biosferaning biomassasiga to'xtalaylik endi. Biosferaning biomassasining ta'rifi qanaqa? Biosferadagi hayvon, o'simlik, mikroorganizmlarni umumiy quruq massasini biomassa deymiz. E'tibor bering, umumiy quruq massasi deyilyapti. Quruq massa deyilganda suv hisobga olinmaydi. Va yer sayyorasidagi barcha tirik organizmlarning umumiy massasi 2423 milliard tonna bo'ladi. Va bu 2423 milliard tonnani faqat quruq modda ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni suv hisobga olinmagan holatdagi massa shuncha bo'lyapti ekan. Yodimizda saqlab qolaylik. Endi shu 2423 milliard tonnaning qancha qismi qayerda bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, e'tibor bering, mana quruq moddani hisobida deb berib o'tyapti. Xo'p, qit'alarda jami organik modda miqdori 2420 milliard tonna hisoblanadi. Dunyo okeaniga esa bor yo'g'i 3,2 milliard tonna biomassa to'g'ri keladi. Qit'alarda demak, tirik organizmlarning biomassasi juda yuqori ekan. Dunyo okeanida esa 3,2 milliard tonna bo'lib, undan anchagina ozroq ekan. Davom etamiz. Qit'alarda o'simliklar 2400 milliard tonnaga to'g'ri kelyapti ekan. Hayvonlar va mikroorganizmlar esa 20 milliard tonnaga to'g'ri kelyapti ekan. Bu foiz hisobida 99,2% ga to'g'ri kelyapti. Dunyo okeanida o'simliklar 0,2 milliard tonna, hayvon va mikroorganizmlar esa 3 milliard tonnaga to'g'ri kelyapti ekan. Va muhim tomoni, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tomoni shundaki, quruqlik ekosistemalariga e'tibor bering. 2400 milliard tonna o'simlik va hayvon va mikroorganizm 20 milliard tonnaga to'g'ri kelyapti. Ya'ni ikkala piramida qoidasiga bo'ysungan. Simizda bo'lsa ikkala piramida qoidasiga ko'ra produsent organizmlar ko'proq bo'lishi kerak. Undan keyingi pog'onadagi organizmlar unga nisbatan kamroq bo'lishi kerak. Yashil o'simlik, demak, quruqlikda yashil o'simlik ko'p ekan, hayvon va mikroorganizm undan kamroq ekan. Ikkala piramida normal holatda turibdi. Endi dunyo okeaniga e'tibor beradigan bo'lsak, buni aksini ko'ramiz. Ya'ni yashil o'simlik produsent organizmlar 0,2 milliard tonna, hayvon va mikroorganizmlar undan ko'proq 3 milliard tonna. Demak, quruqlikda piramida to'g'ri holatda bo'lar ekan. Dunyo okeanida esa piramida teskari holatda bo'lar ekan. Faqat nimani hisobida? Ya'ni qaysi piramidani turida? Biomassa piramidasida. Yodimizda saqlab qolaylik shu narsani. Quruqlikda yashaydigan organizmlarning hayot sikli nisbatan uzoqroq davom etadi. Hayot sikli uzoqroq davom etsa, organizm o'zida ko'proq modda to'play oladi. Shuni hisobidan massasi ortadi. Shu sababli qit'alarda tirik organizmlarning biomassasi yuqoriroq. Dunyo okeanida esa tirik organizmlarda aynan fitoplankton, zooplanktonlarning hayot sikli unaqa uzoq davom etmaydi. Ular qisqa hayot sikliga ega. Qisqa hayot sikliga ega, shu sababli ular o'zida juda ko'p modda, hayoti qisqa, umri qisqa davom etganligi uchun ko'p miqdorda organik modda to'play olmaydi. Shuni hisobidan ularda biomassa kam. Lekin mahsuldorlik juda yuqori. Mahsuldorlik yuqori bo'lganligi hisobidan ham 0,2 milliard tonna bo'lgan produsentlar 3 milliard tonna bo'lgan hayvon va mikroorganizmlarga bemalol yetadi, bemalol yetib ortadi. Xo'p,
Demak, dunyo okeanida mahsuldorlik yuqori ekan, biomassa kam ekan. Qit'alarda esa biomassa ko'p ekan, mahsuldorlik biroz pastroq bo'lar ekan. Yodimizda saqlab qolaylik. Davom etamiz. Xuddi shu jadvalimizni sun'iy intellekt yordamida chizmasini tayyorladik. Nisbatan qizig'roq bo'ladi. Buni o'rganishingiz, buni bemalol o'rganishingiz mumkin. Davom etamiz. Endi ma'lumotlarimiz davomiga to'xtalaylik. Sayyoramizdagi heterotrof organizmlar umumiy biomassani 1% ni tashkil etadi. Qolgan 99% esa heterotrof organizm emas, avtotrof organizmlarga to'g'ri keladi. Yodimizda saqlab qolaylik shu narsani. Va qutblardan ekvatorga tomon harakatlanar ekanmiz. Mana ekvator mana bu qora chiziq o'rtadagi yuqori qismlar esa shimoliy yarimshar, pastki qismi esa janubiy yarimshar hisoblanadi. Qutblardan ekvator tomonga harakat qilganimiz sari quruqlikda biomassa ortib boraveradi. Haqiqatda mana rasmga e'tibor beraylik. O'zi ketma-ketlik qanaqa bo'ladi? Qutbdan ekvatorga tomon harakat qilganimizda ketma-ketlik qanaqa bo'ladi? Faqat shimoliy yarimsharga tegishli bu narsa, shuni esingizdan chiqarmaylik. Tundra, tayga, keng bargli o'rmonlar, dasht, subtropik o'rmon, tropik o'rmon ketma-ketligida bo'ladi. Va tundradagi turlar soni ozroq, 500 ga yaqin. Yo'sinlar va lishayniklardan iborat bo'ladi asosan. Dashtlarda 2000 ga yaqin tur, subtropik o'rmonlarda 3000 dan ko'proq tur, tropik o'rmonda esa 8000 dan ortiq tur bo'lishi mumkin. E'tibor bering, mana turlar xilmatligi ham ortyapti. Bu degani o'sha quruqlikdagi biomassani ham ortishi shu ketma-ketlikda, ya'ni qutbdan ekvatorga tomon siljishda sodir bo'ladi. Davom etamiz. Dunyo okeaniga to'xtalaylik. Dunyo okeani butun yer sayyorasining 3 dan 2 qismini egallaydi. Hop, dunyo okeanida o'sha plankton, nekton va bentoslar tarqalgan bo'ladi. Hop, suvda yashaydigan shu fitoplankton va zooplanktonlarni hayot sikli juda tez davom etadi. Juda qisqa hayot sikliga ega. Ularda moddalar almashinuvi juda tez bo'ladi. Ular hayot sikli qisqaligi uchun ko'p massa to'play olmaydi, lekin mahsuldorligi yuqori. Shuni hisobidan o'zidan ko'proq massaga ega bo'lgan konsumentlarga ham bemalol massasi yetishi mumkin. Ya'ni dunyo okeanini tomonidan ko'rganimiz teskari piramida holatini e'tirof etib o'tdik. Xuddi o'sha tushunchalarga bog'liq holda aytilyapti. Yodimizda saqlab qolaylik. Quruqlikda biomassa yuqori bo'ladi, suv muhitida esa mahsuldorlik yuqori bo'ladi. Davom etamiz. Endi okeanda fotosintez jarayoni 100 metrgacha bo'lgan qismda amalga oshadi. Undan chuqurroqda amalga oshmaydi. Buning sababi okeanning 100 metrdan chuqurroq bo'lgan qismiga yorug'lik yetib bormaydi. Fotosintezning 3 dan 1 qismi okeanda kechadi. 3 dan 2 qismi esa quruqlikda kechadi. Shu joyda bitta narsaga alohida e'tibor berib o'tishimiz kerak. Mana bu yerda e'tibor bering. Qit'alardagi fotosintez qiladiganlar 2400 milliard tonna, dunyo okeanidagi esa 0.2 milliard tonna. 2400 qayerda? 0.2 milliard tonna qayerda? 2400 milliard, 0.2 milliard tonna. Xo'p, bu yerda mana shu 2400 milliard tonna 3 dan 2 qism fotosintezda amalga oshiryapti. 0.2 milliard tonna esa shu 3 dan 1 qism fotosintezda amalga oshiryapti. Bu degani haqiqatda mana bu yerda aytayotgan ma'lumot to'g'ri ekanda. Ya'ni suv muhitida mahsuldorlik o'ta yuqori, fitoplanktonlar, zooplanktonlar jadal suratda ko'payish xususiyatiga, moddalar almashinuvini amalga oshirish xususiyatiga ega ekanligini aynan isbotladi. Aynan fotosintezni ham 3 dan 1 qismini o'sha suvdagi tirik organizm amalga oshiryapti. Hop, davom etamiz. Suv muhitidagi oziqa zanjiriga misol: fitoplankton, zooplankton, pingvin, dengiz qoploni, kasatki. Va yana bitta oziqa zanjiri plankton va mo'ylovli kit. Haqiqatda esimizda saqlab qolaylik, mo'ylovli kitlar faqat plankton bilan oziqlanadi. Mo'ylovli kitdan misol qilib ko'k kitni olardik. Ko'k kitning massasi 150 tonna edi. Va ko'k kit 30 metr uzunlikka ega edi. Shuncha gavdasiga u faqat plankton yeydi xolos. Lekin planktonni ham oz yemaydi. Bir sutkada 2-4 tonna plankton yeyishi mumkin edi istasak. 2-4 tonna. O'zi planktonni ko'z bilan ko'rish mumkin emas. Ular judayam mayda bo'ladi. Shunaqa mayda narsani mo'ylovli kit bir sutkada 2-4 tonna tutishi mumkin ekan. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Alloh taoloning haqiqiy mo'jizasi. Davom etamiz. Endi tirik organizmlar, o'simlik, hayvon qoldiqlari asta-sekin okean tubiga cho'kadi.
tirik quruqlikda yashaydigan bo'lsa, quruqlikda qoladi. Va natijada shu okeanni tubida cho'kindi zinsdan hosil bo'ladi. Shunaqa holatga misol qilib, Markaziy Osiyoda topilgan ohak va bor konlarni olishimiz mumkin. Markaziy Osiyodagi bu ohak va bor konlari biogem moddalar hisoblanadi. Bundan 100 million yil ilgari Markaziy Osiyo dengiz bilan qoplangan. Va mana shu dengizda yashagan mikroskopik hayvonlar, ildizoyoqlilar, ya'ni soxta oyoqlilar desa ham bo'laveradi bu narsani. Foraminifera deb nomlanadi. 7-sinf darslikda berilgan, istasangiz. Xuddi o'sha Markaziy Osiyoning dengizida deylik. Bundan 100 million yil oldin Markaziy Osiyoning dengizida yashagan foraminiferalarning chig'anoqlari hozirgi kundagi ohak va bo'rkonlarni hosil qilgan, yodimizda saqlab qolaylik. Va mana shu soxta oyoqlilarga misol qilib yoki ildizoyoqlilarga misol qilib mana shu hayvonlarni olishimiz mumkin. Rasmlarga e'tibor bering, har bittasida o'simtachalar mavjud. Mana birinchisi yaxshilab e'tibor bersangiz yaxshi ko'rasiz. Tepada shlyapaga o'xshagan, shapkaga o'xshagan qismi va pastki qismida esa soxta oyoqlarni ko'rib turibsiz. Bunaqa qattiq skeletga ega bo'lishining sababi bu hayvonlarda ular sho'r muhitda yashaydi. Sho'r muhitda yashasa, hujayrasining sitoplazmasiga nisbatan uni atrofidagi o'sha suvda tuz miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, osmos hodisasiga ko'ra tuz mavjud bo'lgan, tuz konsentratsiyasi yuqori bo'lgan hujayradan tashqariga chiqib ketishi mumkin. Shuni oldini olish uchun ular shunaqa qattiq skeletga ega bo'ladi. Boya bu narsani diatomsvodlar misolida aytgandik. Diatomsvodlarni skeletini kremniydan iborat degandik. Va mana bu ildizoyoqlilarning tashqi skeleti esa e'tibor bersak, ohakdan iborat bo'lyapti. Davom etamiz. Endi dunyo okeani da ham neft qazish ishlari amalga oshiriladi va bu neft qazish ishlarini tankerlar qiladi. Tankerlar neftni tashish vazifasini bajaradi. Va shu neft qazib olishda va tanker yordamida neft tashishda neft ba'zan suvga tarqalib ketishi mumkin, to'kilib ketishi mumkin. Va shu narsa aynan suvning ifloslanishiga olib keladi. Suvga agar neft to'kilib ketsa, neft yoyilib ketadigan bo'lsa, unda yashayotgan organizmlarning nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shu sabab bu hodisa juda salbiy ekologik oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tanker demak neft tashuvchi kema ekanligini tushunib esimizda saqlab qolaylik. Mana o'sha tankerning rasmini ko'rib turibsiz. Xo'p, davom etamiz. Endi tuproq biomassasiga to'xtalaylik. Tuproqda o'simliklar, ildizi, cho'lchanglar, hasharotlar, har xil ularning lichinkalari, ko'rsichqonlar, yumaloqozoqlar yashashi mumkin. Mana rasmga e'tibor bering, ko'rsichqonni ko'rib turibsiz. Xo'p, davom etamiz. Undan tashqari tuproqda tuproqning unumdorligi oshishiga xizmat qiladigan bakteriyalar yashashi ham mumkin. Misol uchun tugunay bakteriya dukkakli o'simliklarning ildizida yashardi va tuproqni azotga boyitib berardi. Undan tashqari tuproqni chirituvchi bakteriyalar ham bo'ladi. Ular ham tuproqni chirindiga boyishda katta ahamiyatga ega. Va yong'oq o'lchangining xizmatlarini alohida aytib o'tib ketishimiz kerak. 1 gektar maydonda yong'oq o'lchanglari 25 tonna tuproqni ichaklari orqali o'tkaza oladi va tuproqning 0,5 sm qalinlikdagi unumdor qatlamini hosil qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Endi xo'sh, tuproqda yashaydigan yashil so'tlar va sianobakteriyalar tuproqni kislorodda boyishda juda katta ahamiyatga ega. Davom etamiz. Tuproqda gazlar va minerallar almashinuviga alohida to'xtalib o'tib ketishimiz kerak o'quvchilar. Xo'p, minerallar almashinuvi shu o'simliklarni ildizi orqali suvda erigan mineral tuzlarni o'zlashtirilishi orqali amalga oshadi. Bu mineral tuz keyin hayvonga o'simlikda iste'mol qilganiga o'tadi. Keyin hayvon ham o'simlik ham nobud bo'lgandan so'ng tuproqqa tushib, ular tanasidagi o'lik organik qoldiqlar parchalanib, yana mineral moddalarga aylanadi va tuproqni yana minerallarga boyitadi. Xuddi shu tariqa jarayon amalga oshaveradi. Shu mineral almashinuv jarayoni. Endi gazlar almashinuv jarayoni ham tuproq bilan bog'liq holatda amalga oshadi. Xo'p, shu narsani esimizdan chiqarmaylik. Kechasi harorat sovigan paytda atmosferaning gazlarning bosimi pasayib, zichligi pasayib turib, tuproq orasiga gaz yutilishi sodir bo'ladi. Va bu gaz yutilishining juda foydali tomonlari bor. Misol uchun, tuproqqa o'tgan kislorod o'simlik hayvon tomonidan nafas olish jarayonida sarflanadi.
Undan tashqari, atmosferadan tuproqlar orasiga kechasi kirib qolgan azot gazlari azot fiksatsiyalovchi tug'ilgan bakteriyalar tomonidan o'zlashtirilishi ham amalga oshadi. Endi kunduzi havo isigan paytda esa gazni bosimi ham ortadi va atmosferaga tuproqdan gaz chiqishi sodir bo'ladi. Aynan karbonat angidrid, vodorod sulfid, ammiak kabi gazlar tuproqdan atmosferaga kunduzi havo isiganda chiqishi sodir bo'ladi. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'p, davom etamiz. Endi insonning xo'jalik faoliyati pestitsidlardan har xil kimyoviy vositalardan foydalanishi tuproqqa juda salbiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, shu tuproqda yashayotgan organizmlarga ham salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli bunday kimyoviy vositalardan, petitsid, gerbitsidlardan foydalanish cheklanishi kerak. Uning o'rniga biologik kurashdan, ya'ni o'sha zararkunandalarning kushandalardan foydalanadigan bo'lsak, shu narsa albatta ekologik jihatdan foydaliroq hisoblanadi. Biz o'zimiz yer sayyorasida yashaymiz. Yer sayyorasini asrashimiz kerak, ehtiyot qilishimiz kerak. Chunki boshqa yashaydigan joyimiz yo'q o'zi aslida. Shunday bir dunyoqarash bilan yashashimiz kerak ekan eshitgan edim. Xo'p, biz tabiatni avlodlarimizdan ijaraga olgandek ehtiyot qilib yashashimiz kerak. Nimaga? Chunki biz ketamiz, avlodlarimiz qoladi. Avlodlarimizga qanaqa joy qoladi? Ijaraga oladigan bo'lsak, biror narsani butun yaxlit buzilmagan holatda qaytarishimiz kerak bo'ladi-yu. Xuddi shunga o'xshab, shu avlodlarimizdan olganmiz ijaraga, uni qaytarib berishimiz kerak butun holatda degan o'y bilan, fikr bilan yashashimiz kerak. Demak, shu bilan bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.